Bir vaqtning o'zida 100 ta o'quvchini qabul qila oladigan o'quv markazi sotiladi do'stlar. Vobshem shikolat, puli undan ham zo'r. 192 metr kvadrat umumiy maydoni, kadastr hujjatlari bor. Mana shunday o'quv markaziga to'liq moslashtirilgan. Agar siz buni boshqa biznes sifatida olmoqchi bo'lsangiz ham to'g'ri keladi. Masalan, laboratoriya yoki klinika deymiz, yoki xususiy maktab, bog'cha farqi yo'q. Bir boshdan tomosha qilamiz video tushunarli bo'lish uchun. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar markazi Gagarin ko'chasidan kirganda partsiz bo'ladi. Shundoq knapni oldida, mana El Holdingning oldida joylashgan Novostroyga fasadini qo'yamiz. Shuni poli podval qismida bo'lyapti. Kirish qismimiz ikkita eshik qo'yilgan. Xo'p, mana bu yerdan ko'rsatamiz. Narigi eshigimiz mahkam ekan. Kirganimizda bu yerda to'g'rida sanuzil joylashgan, yevro montaj qilingan hamma joyi. Jihozlari hammasi shu yerda qoladi. Olib birdaniga ishni boshlashimiz mumkin. Ingliz tili o'qituvchilarga yoki boshqa o'qituvchilarga ham to'g'ri keladi. Reception joyi. Bu yerda yana bitta kabinet bor. Endi xonalarni ko'rsatib chiqaman. Mana shu bir boshdan boshlaymiz. Mana shu yerdan. Xonalarga bo'lingan, mana shunday alohida xonalar qilingan. Ko'rib turganingizdek barcha sharoitlar bor, ya'ni partalar hammasi qilingan. Xo'p, ushbu mulkimizga do'stlar 80 ming dollar so'ralyapti. 192 metr kvadrat, qariyb 200 kvadrat joyga 80 ming dollar so'ralyapti. Mana shu ko'rib turgan hamma narsa xola ishlab turgan biznescha. Xo'p, bu tomonda ham mana shunday xona bor, marhamat. Ayteshniklarga ham zo'r ekan lekin. Ayteshnik o'quv markaziga ham to'g'ri keladi. Bu yerda shuni ko'rsatib yuboring mana. Hammasi bo'lingan xonalarimiz. Bir vaqtning o'zida 100 ta o'quvchini kirgizib bemalol qabul qilib, darsini o'tkazib chiqarib bora oladi. Mana bu yerda ham bitta xonamiz bor. Doskasi bu yerda bo'lyapti. Mana shu sotiladi. Gagarin, Knap, Mo'ljal El Holding. Novostroykaning tag qismi bo'lyapti, kadastri bor. Narxi 80 ming dollar. Yana kelishtirib beriladi. Qiziqqanlar telefon qilamiz. Bu mulkimiz tezda sotilyapti. Shoshilib qolamiz.